40 million dedi. Aka, men mo'ljalim 40 million qilib bermaysizmi? Yo'q, 40 millionga to'g'ri kelmaydi. Aka, qarang. 33 42 1 million 50 dan. Nima deyapti? 35 million 91 ming chiqyapti o'zi. 35 million pul qilib beraman tekis qilib. 583 585 proba lom bo'lganiga shunaqa narx. Endi aka, men Instagramda har kuni sizlarni kuzataman o'zim. Mana aka ham misol uchun har kuni ertalab story qo'yadilar, tillarni qimmat olamiz deysizlar, o'sha 40 million qilib beravering aka. 1 million 50 dan hisoblab beryapmiz-da. Videoda ham misol bugun shunaqa deb qo'ygan, 1 milliondan deb qo'ygan. 1 million 50 dan olib qolamiz aka sizdan. 35 million 100 bo'lyapti-da aka. 40 millionga to'g'ri kelmaydi, lekin 30. Nikak to'g'ri kelmaydimi? Hech qanaqa. Qo'shiq aytib bersam ham to'g'ri kelmaydimi? Qo'shiq aytib bersangiz, yo'q aka, o'ynab bersangiz ham to'g'ri kelmaydi bizga. To'g'ri. Endi shunaqa tilla-chilla chiqibdi-yu, qo'shiq aytsa. Siz qiladigan ishingiz yo'q, aka, tilla bilan shug'ullanamiz. Qo'shiq aytsangiz qo'shib beramiz, aka. 35 million 100 bo'ladi, agar sizga ma'qul kelsa, aka. 35 million 200 ham qilolmaymiz, to'g'rimi? Bo'ldi, aka, qilib beramiz. Lekin o'ynab berishingiz barobatda. Ashula aytishingiz shart emas, aka. 35 million 200 ga rozimisiz? Ha, mayli endi, aka. Aka, mana 20 million. Bitta. Yana mana sana bera qolaman sizga hozir. Xo'p. 15 million 200 berishim kerak. Mana aka, bu yerda 15 million 200, qo'shib aytganimda 35 million 200. Bo'ldi. Qo'shib aytib o'ynab berish shart emas. Bo'ldi aka, yana tillalarim bo'lsa o'zim sizlarga olib kelaman. Rahmat kattadan, sog' bo'linglar. Agar sizlar ham shunaqa tillaylar bo'ladigan bo'lsa, qimmatroq narxda sotmoqchi bo'lsangiz, bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Gold Avenue to'g'ridan.